Barchaga assalomu alaykum. Bugun videomizda hech qanday PHP kodlarsiz bot yaratishni ko'rsatib o'taman. Bugun pul bot yaratib ko'ramiz. Hech qanday kodlarsiz. Buning uchun Telegramga kirib olamiz. Va Telegramga kirib qidiruvdan maker 00 bot deb qidiramiz va Maker Pro bot deb chiqadi. O'shanga kirib olamiz. Start buyrug'ini bosamiz. Start bosilganda botlarni boshqarish bosamiz. Bu yerdan bot ochishni bosamiz. Endi Pro botlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bo'limlar ko'p. Tekin botlar bor, nakrutka botlar, arzon botlar degan bo'limlar ham bor. Pro botlarga kiramiz va pul botni bosamiz. Ana endi yaratish. Bu yerda kredit kart orqali va pul orqali yaratsa bo'ladi. Farqi yo'q, menda ikkalasi ham bor. Pul orqali yaratamiz. Xo'p, ana endi bizdan bot tokenini so'raydi. Unga bot fazerdan kirib olamiz. Bot fazer kirib start bossanglar, new bot misol uchun mana token olamiz. Maker botga o'tib, bu yerga tokenni tashab qo'yamiz. Mana bot yaratildi. Botga o'tib, botga start bosamiz. Ishlamadi menimcha. Yana bitta start bosib ko'ramiz va yana ishlamadi panel. Endi ishladi. Mana bot yaratildi. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Zo'r bot. Pul ishlash bo'limiga kirib ko'ramiz. Birinchi telefon raqam so'ramoqda. Mana pul ishlashni bosamiz. Bu yerda ishladi. Pulich kabinet. Qo'llanma. Statistika hamma narsasi ishlamoqda. Kanallarni sozlash, foydalanuvchi boshqarish ham ishlaydi. Pul qo'shib ko'ramiz. Mana. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda mana shu botlarni kodlar orqali hostingga qo'yib ko'rsatib beraman.